Assalomu alaykum hurmatli hamyonbop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun Xudo xolisa 12-iyul haftaning yakshanba kuni 2026-yil Sergeli mashina bozoriga qarab obzorlarni olgani keldi. Qo'ldan kelgancha hamyonbop narxlarda egalardan olib chiqib berib narxlarni bilib berishga harakat qilamiz. Bizning mehnatimizdan samarasi har doimgidek layklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olamiz. Musofirga safari ketgan eson-omon sog'-salomat oila bag'riga kelib olsin. Alloh har bir kunimizga xayr baraka yo'qotsin. Hamyonga baraka bersin. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Sotiladigan nedivishimiz uy-joylar bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlari ko'rsatiladi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha Instagram, Telegram, YouTube'larga joylab beramiz. Instagramga, Telegramga o'tib obuna bo'lib olinglar. Haftaning o'rtalarida juda ham yaxshi, zo'r narxlarda mashinalar qo'yilyapti. Olganlar bizga haligi minutcha olsa, biz yana ham xursand bo'lamiz, chunki egasiga yetib boradi. Iloji boricha o'tib obuna bo'lib olaveringlar. Qidirib yurgan yoki tanishlarga tashlab qo'ysanglar, sizlarning ham yordaminglar tegadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz Xudo xolasa ishlarimizni boshlaymiz, sizlar duoda eslab turasizlar. Va bozor kirdi, yangiliklardan xabardor qilaylik. Hyundai Accord kiribdi bozorga. 2008-yil probegi 375 ming bo'lgan ekan. Egalari yo'q, lekin eshiklari ochib turibdi. Kimdan rosa so'radik. Egalar chiqmadi. Hop, balonlar holati o'rta holatda 4 ta o'rgimchak diska taqib qo'yilgan mashinaga 94 670 44 54 telefon raqami 8 ming dollar deb yozib qo'ygan ekanlar. Startoviy narx bo'ladi endi, bu savdosi bo'ladi baribir. 8 ming deganlari bilan tepasiga keladigan bo'lsangiz kelishtirib beradi. Hop, full bo'lyapti o'shanda. Tepada lyuk, kojinli salon, avtomatik korobka, roldan boshqaruvchisi, bu yog'i klimat kontrollar, hamma narsasi bor mashinani. Keng katta mashina, bu ham lekin ancha yaxshi mashina. 2.4 atmosferli motor bo'ladi. O'zini motor turgan bo'lsa, mabodo bizdan kam ko'st bo'ladigan bo'lsa 94 670 44 54 raqamiga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, batafsil ma'lumotni olasizlar. Bozori bersin, barakasini bersin. Hop, maza qilib yuradigan kattasidan crossoverdan so'raysizlar, mana Mercedes GL Brabus qilib qo'yilgan mashina, 4 ta yangi diska balon, mashinaning kraskalari top-toza, holati juda ham zo'r ekanligi mashina, turli holatlari. Bilasizlar, qorada kichkinagina miyatina yoki bir qanaqadir sarapina bo'lsa ham ko'rinadi, holati zo'r holatda turibdi mashinani. 14 ga 15 yil ham, probegi ham zo'r, 270 ming bo'lgan probeg. Salon holatlarini endi buni haydayman deganlar bilishadi. Polni elektropaket, sideniya pamyat, hamma narsa bor mashinada. Bort kompyuter, klimat kontroli. Hop, tepalar ham mana ko'ryapsizlar, qora qilingan, sideniyalar kojini, ko'jalari ham zo'r holatda, yaxshi holatda turibdi. Mashina holati zo'r. Alloh hammaga nasib qilsin. Ruldan boshqaruv tizimlari kenglik, kattalik, o'tirgan odam maza qilib yuradi. Konditsioner ham lekin gap yo'q. Zo'r muzlatyapti konditsioner. Hop, orqa tomonlarni ham ko'ryapsizlar, yaxshi holatda. Hop, telefon nomerimiz 77 426 44 00. Oka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oka, pulini nima qilib beramiz buni? 31 ming qilib beramiz. Yana aloqaga chiqsa kelishtirib beramiz. 31 ming. Michelin balonlar taqilgan ekan mashinaga. Umumiy holati yaxshi holatda, kraskalari top-toza bo'lyapti. Kraskalari top-toza. Xo'sh, kamchilik, mabodo yetishmovchilik bo'lib qolib yoki barterga qiziqadigan bo'lsa, taklif bo'lsa bildirsa bo'ladimi? Taklif bo'lsa, qo'ng'iroq qilgan taklif bo'lsa bildirib ko'radi. Ma'qul bo'lsa, yo'qni ko'rishib gaplashib olsangiz bo'ladi. Bozori bersin, oka, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, tirikchilik o'zinglarniki. o'zimizning O'zinglarga barakasini bersin, oka, sog' bo'ling. Voh, bozorda issiq, hozir ham bir 40 gradusdan oshiq bo'lyapti o'zi issiq. Yana ochiq joy egalar yo'q-da, hammasi qulib. Telefon nomeri bor ekan, bizda bor ma'lumotini aytib ketaveramiz. Mercedes W211. Bo'ldi, ma'lumoti bor shu bizda. Hop. Kalitsiz kirish tizimlari, tayyorlovka, polni kojinli salon, sideniya pamyat, tepada panorama lukligi bo'lyapti. 97 705 30 77 telefon raqam. Bo'ldi, qolgan ma'lumot yo'q bizda. Hop, restarning qilingan ekan oldilari polni. Agar o'zi yili baland bo'lmasa, aniqini bila olmadim. Nomer aytdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Juda ham ko'pchilik so'rashadi, o'shaning uchun chiqqanda qo'yib ketamiz. 97 705 30 77. Hammaga nasib qilsin. Hop, sinovlardan o'tib bo'lgan mashinalardan bittasi Jetor 70 Plus. 3 qatorlimi? 3 qator 7 o'rinli oilaviy mashinalardan bittasi. Motor 1.6, o'zi 1.5 turbo bo'ladi, 1.6 deyishadi buni. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 64 ming bo'lgan. Kraskalari toza. Salon holatlari ham zo'r holatda turgan ekan, yaxshi holatda turibdi. Tepada panorama lyuklari, 360 kamera, hamma narsa bor. Balonlar holati ham yaxshi holatda ekan. Olasiz, xudo xolasa haydaysiz mashinani. 19 ming so'rayapman dedilar. Oladigan odam tepasiga keladigan bo'lsa, narxidan o'tib kelishtirib beraman dedilar. 91 222 70 12 70
12. Mashina holati yaxshi lekin olib haydayman deganlar uchun zo'r bu ham oilaviy mashinaga 3 qator 7 o'rindiq maza qilib yuradi og'ani. Tegoni paroligacha qo'yilgan ekan, balonlar holati ham yaxshi ekan. Alloh hammaga nasib qilsa, like bosamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Hop, Jetor 70 2023-yilda ishlab chiqarilgan 36 ming bo'lgan, probegi 38 ming. Kraskalar toza. Hop, 4 ta yangi balon taqilgan mashinaga. Mashina pardoz-andoz qilinmagan, to'g'ri egani o'zidan qandoq bor shunday holatda. Salon holatlariga kiradigan bo'lsa, salon holatlari poni kojniy salon, elektropaket bo'lyapti, roldan boshqaruv tizimlari, monitor, multimedia, bort kompyuterlar, oldi tablolar ham hammasi elektronli. Mashina salon holatlari yaxshi holatda turibdi. Narxi ham zo'r. Okam 16,5 ming bilan savdo qilib gaplashib, oka pul chiqsa baribir berasiz-u deb 15,900 ga tushirdi. 15,900 ga. Bosib o'raydi joyli. Kraskasi toza. Probegi 38 ming bo'lgan ekan. Hop, X70 Jetour motor holatlari, ishlashlari, konditsionerlar hammasi zo'r ishlab turibdi. Tepada panorama luk, kalt kirish tizimlari. Hop, bu 1,5 turbo motor, 1.6 ham deyishadi. Buni o'zi 1,5 turbo motor bo'ladi. 1,5 turbo motor. Telefon nomerimiz aka 93lik 320 0551. Yetishmovchilik barterga qiziqadigan bo'lsa, taklif bo'lsa, o'zi qo'ng'iroq qilgan taklif bildiringlar. Aka bozori bersin, barakasi bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop, elektromobil so'raganlarga, hop, Neto U Pro to'liq elektromobil. Hop, kraskalar toza ekan mashinani. Holati ham yaxshi. 4 ta diska balonlarning holati kumxo, yaxshi balon turibdi. Xo'sh. Kojniy salon bo'lyapti. Probegi qanaqa edi buni? 41 ming bo'lgan probegi, kraskalar toza, poni full deyilyapti. Poni fullda ham bunda tepada luk bo'lmas ekanda. Poni fullda ham luk yo'q tepada, lekin ichlari kojniy elektropaket, mana bular hammasi sensorli bo'lyapti, boshqarishlar, oldida ikkita tablo, multirul. 13,800 so'rashayotgan ekan, tepasiga kelinadigan bo'lsa, xayr barakaga o't beradigan joylari bo'ladi. Bitta zaryadka bilan qancha yuradi? 400 kilometr. 400 kilometr ko'rsatilgan. 400 kilometr ko'rsatilgan ekan bitta zaryadka bilan. Hozirgi kunda qanaqa bir 300 kilometr yurib beryaptimi konditsionerlar? 350 dan ko'proq yuryaptimi? Yaxshi ekan. Hop. Telefon nomer bu yoqqa yozilmagan ekan. Nechi? 91lik 3 ta 7 21 12. Bozori bersin, barakasi bersin, sog' bo'ling, salomat. Qarang. Hyundai Tucson 2017-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Kraskalar toza deb olgan ekanlar. Yana oladigan odam bir sidirib o'zi uchun ko'rsatib olaveradi mashinani deyaptilar. Eng fulli panorama luk, tepada 4 ta yangi balon taqilgan mashinaga tayyorlovka ruxsatlari bor. Bor 11 oy. 11 oy bor ekan tayyorlovka ruxsati hali. 11 oy. Orqalar keyinlari, kattaliklari assalomu alaykum. O'tiringlar bemalol. Konditsionerli ishlab turibdi, multimedia, multifunksiyonalli rul, hamma narsa bor mashinada. Android monitorlar qo'yilgan. Hop, klimat kontrollagacha bor. Holati yaxshi ekan mashinani. Xo'sh, pardoz-andoz qilinmagan mashina bor holatda chiqib kelgan bozorga. Bu mashina agar bitta polirovka qilib olib, chiska qiladigan bo'lsa, yangi holatga kelib qoladi, ya'ni. 2017-yil 100 probegi 146 mingdan sog'ishdi. 146 mingdan oshdi probegi. Hop. Nech pul qilib beradigan bo'ldi, aka? 14 qilib beramiz. 13,900 ga baraka qilinadi dedilar. 10 o'zi tepara 15 so'rayotganlar, savdo qilib gaplashdi. 13,900 ga bo'lsa baraka bo'lib ketadi. Eng fulli Hyundai Tucson so'raganlarga. Hop, bunda o'shanda benzina Propan uстановка qilingan. propan uстановka qilingan qo'shimchasi. Benzin propan. Mana propan ham bor ekan tayyor. Telefon nomerimiz 97lik 799 96 96. bozori bersin, barakasini bersin. Alloh hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Honda Credor 2024-yilgisi bu. 2024-yil probegi 30 ming bo'lgan. Kraskalar top-toza mashinada. Balonlar holati ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Xo'sh, lukligi, kojniy salon, mashinaning kengligi, kattaligi zo'r juda ham, lekin zapaskalar tushmagan ekan hali orqasidan. Orqada o'tirgan odam ham bunda maza qiladi. Hop, konditsionerli ishlab turibdi. Android monitor, multimedia hamma narsasi bor mashinani. Holati ham yaxshi holatda turibdi mashinani. Xo'sh, benzin asxotam zo'r bo'ladi. Bu benzinda hozir 8 shahar 5 ta trass. 8 ta shahar ichida hozir konditsionerda yurganda 8 ta rasxod bo'lyaptilar. Konditsioner bilan qo'sh. Konditsioner bilan trasseraga chiqqanda 5 litrga qarab tushib ketar ekan. Hop, narxini nima qilib beramiz? 13,5 so'rayapman, kelishamiz. 13,5. 13 nari berisizga bitadi pul bilan keladigan bo'lsa.
Bitta qilsa bo'ladi. 13 bo'lish, 13. 13 bo'lishi. Hop 2024-yil 24 bu 30 ming yurgan. 30 ming probeg, kraska toza. 93lik 591 30 50. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, yetishmovchilik barter nobod. Variant ham bor. Bor-a? Ha, bor. Eng kamida necha pul bilan chiqib ketadi? 5 so'm bo'lsa o'ynaymiz. Boshiga 5000 bo'ladigan bo'lsa, agar mana eshitdinglar, yog'iga variantga ham chiqib ketaverar ekan. Bozori bersin, barakasini bersin. Sog' bo'ling, salomat. Hop, hozirgi paytda bilasizlar, men har doim aytaman, turizm bizda zo'r rivojlandi. Bu hozir Samarqand, Imom Buxoriy, odam arimayapti, to'xtamayapti, butun chet davlatlardan ham, arablardan ham kelib ko'rishyapti hattoki. Shunaqa biznes qilaman yoki o'zimni oilam bilan yuraman deganlar uchun ham zo'r taklif. Hyundai Staria. Yili 22. probegi 32 ming. motor benzinli, Benzin, 3,5 atmosferli motor. Atmosferli motor. 4 ta yangi balon taqilgan mashinaga 8 o'rinli, poli kojniy salon, hammasi elektropaket bor. Shunaqa. Narxi nima qilib beramiz? 39 so'rab biza, gaplashaveramiz. Tayyorlovkalari bor. Tonirovkalari bor. 1 yil. 1 yil bor hali. 39 ming tepasiga kelsa, xayr barakasiga, sodasiga o'tadigan joylaringiz bor. Telefon nomerimiz 93lik 543 36 96. yetishmovchilik barter, Sarento'ga bo'lsa ham gaplashamiz. Kia Sarento'ga bo'ladigan bo'lsa, gaplashsa bo'ladigan joyi bor. Mabodo qo'ng'iroq qilgan taklif bo'lsa bildirib ko'rishadi, ma'qul siz yog'ini ko'rishib, gaplashib kelishib olaverasizlar. Telefon nomeri yetdik. Bozori bersin, barakasini bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like bosamiz, Alloh hammaga nasib qilsin. Zo'r mashinalardan bittasi. Oilani o'tkazib qo'yib, maza qilib safarlarga chiqib aylanib kelishingiz juda ham zo'r mashina. Kia K5 yilini yangisini so'raganlar uchun 2025-yil 5-pozitsiya bo'lyapti. Bitta hedaf yo'q, qolgan hamma narsa bor mashinada. 360 panorama, hamma narsasi bor. Qo'shimchasiga mashinaga 4 ta yaxshi zo'r все sezonni yaxshi balon taqib qo'ygan ekanlar oyog'iga. 1,5 likni eng fulli bo'lyapti bu. O'shanda Kia K5 2025-yil probegi 30 dan oshdi. Tayyorlov ruxsatlari bor. Mashina holati yo'qmas, ustalari yaxshi holatda turibdi. Tirikchilik o'zizniki, o'zlariniki mashina bu ham bor holatda turibdi. Unaqa pardoz-andoz qilinmagan mashinaga necha pul bo'lsa berib yuboramiz? 200 tushirib beramiz. Necha puldan? 28 dan. 28 dan 200 o'tib beradilar. Hop, 2025-yil buni yili 97lik 131 56 56. Yetishmovchilik barter mabodo taklif bo'lsa bildirsa bo'ladi. Bu taklif bo'lsa bildirib yurar ekansizlar. Bozori bersin, oka, barakasini bersin. Hop, Honda Cruiser zo'r mashina, ham ekonomik, ham keng, katta, maza qilib yuradi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 78 ming bo'lgan, eng full pozitsiyasi 360, kalit kirish tizimlar tepada luk, monitori ham kattasi, pojniy salon, sidenlar oldilari pol elektropaket. Bu mashina holati zo'r holatda, polo elektrik ekan oldi. Ruldan boshqaruv tizimlari, hamma narsa bor. Konditsionerli ishlab turibdi. Benzindan Yo'q, propan. propan ham qo'ygansiz qo'shimchasiga. Lekin propani bor. 5 litr rasxod qilyapti o'zi. O'zi Propanda yurganim ham yo'q. O'z benzin rasxod juda ham Benzin ko'p. rasxod oz ekan. Keng katta, qanaqa aka yurishlari? Yurishlari zo'r, o'ta ham yaxshi, zo'r mashina. Necha pul qilib beramiz aka buni? Buni 12800 so'rayapti. Shu beraman. Tepasiga kelinadigan bo'lsa, tepasida xayr barakasi bor. Buni keyin qo'shilsa berib olamiz. O'zimiz juda miniyaka mashinada, dadam nomida. Tirikchilik emas, o'zingiz. Yo'q, o'zim mashinam. Hojdoda haydaganlar Ha, mashina. o'z dadam nomidagi. Telefon nomerimiz 91lik 488 0035. bozori bersin, barakasi bersin. Mabodo yetishmovchilik barterga taklif qiladigan bo'lsa, Barter ham qo'raveramiz. bo'ladi. Qo'ng'iroq qilgan taklif bo'lsa bildirib ko'ringlar. Aka, bozori bersin, barakasini bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling. Kia Carnival juda ham ko'p so'rayapsizlar. Qo'yganda duoda ham eslab qo'yasizlar, duoda eslab turaverasizlar. Hop, Kia Carnival 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 171 ming bo'lgan probegi, 4 ta yaxshi yumshoq balon taqilgan oyog'i, ponni elektropaket, kalit kirish tizimlari, hop, mashina umumiy holati ham yaxshi holatda turibdi. Plus bu 8 o'rindiqligi, 9 o'rindiqli, shopir bilan 9 o'rindiq bo'ladi. Bemalol B kategoriya bilan boshqarsa bo'ladi mashinani. Bo'ladi. Narxi nima deymiz aka buni? Narxi 27,5 ming. Savdosi bor. Savdosi bor. Yetishmovchilik barterli taklif bo'lsa bildirsa Gaplashib bo'ladi. Taklif bo'lsa bildirib ko'rsanglar bo'ladi. Motor 3,5 litrli, 3,5 litr. atmosferli motor. Hozir benzindanmi bu? Benzinda propani ham bor. Propan ham bor. Propanga bitta qarab tursa bo'ldi, yuraveradi. Telefon nomerimiz 99lik 720 0030. bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Buloch bular ham sizlardan emasmi?
Yo'q, narigisi. Narigisi. Hop. 23. 2023-yil 57 ming yurgan. 57 ming probeg. 2 to'lukli shu Navrat. Bu nimadan bitta pastida? Haylimuzindan. Haylimuzindan bitta pasti. Mhm. O'shanda ham bu endi hozir buni eng fulli bo'ladi. Hmm. Hop, 2023 probegi 57 ming yurgan. 57 ming bo'lgan. Kraskalari Kraskasi toza, ya'ni hech yerda kichkina miyatina qilib kosmetika qilingan joyi bor, kichkina. bu ham 3,5 litrli 3,5 litrli benzinda. benzinda. Buni narxi nima? Bu 7 kishilik. Buni narxini 35 qilib beramiz. 35 ming. Telefon nomeri aytib yana. 98lik 314 57 45. Bozori bersin, barakasi bo'lsin, hammaga Rahmat. rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Taklif bo'ladigan bo'lsa, takliflarni ham bir sizlarga bildirib o'rasizlar. Takliflar ham inobatga olinadi. Mashina 23-yil 56 ming probeg, zo'r ekan, lekin mashina haqiqatda yaxshi ekan. Qo'ng'iroq qilinglar. Baribir tepasiga keladigan bo'lsanglar, xayr barakaga o'tadigan joylari bo'ladi. Karnival ketmay-ketlik ketyapti. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 87 ming bo'lgan. Bu ham 3,5 litrli atmosferli motor, benzinda mashina, kraskalari toza. Probegi 87 ming bo'lgan. 4 ta yaxshi Mustang yumshoq balon taqib qo'yishgan oyog'iga. Salon holatlari ham zo'r holatda turibdi. Tepada ham shu ikkita lukligi, polniy elektropaket, kojinli salonlar. 3 o'rindiq orqa tomonni o'zi. Shofer bilan plus 9 talik bilan bemalol bu kategoriya bilan boshqarsa bo'ladi. 33 ming so'rayapman-dilar. Oladigan odam tepasiga kelsa, kelishtirib beraman deb aytdilar. Taklifli bo'ladigan bo'lsa, takliflarni ham bir sizlarga bildirib o'rasizlar. 99lik 837 0080, 98lik 314 57 45. Bozori bersin, barakasini bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nissan Tiana juda ham ko'pchilik so'raysizlar, bozorga chiqsa qo'yamiz deganmiz, chiqdi qo'yamiz, lekin ma'lumot hech narsa yo'q, telefon nomeri bor ekan. Hop. 99 850 151 53 26. Nissan Tiana tayyorlovkalari bor, mashina o'yin holati yaxshi holatda turibdi, egalari yo'q. Suv bo'lganiga ham juda ham ko'pchilik yo'q, lekin duo qilib turasizlar, duoda eslab turasizlar. Jamoani suv juda ham havoni o'zi yo'q bo'lib qolyapti. Telefon nomerlarini aytdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib qo'yasizlar, like bosamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna tugmasini bosib olamiz. Hyundai Creta so'raganlarga holati zo'r ekan, mashinaning ham kraskasi ham toza ekan. 1.6 atmosferli motor bo'ladi. Oldiga qarang, qanaqa tagiga zashitlar qilingan. Yonlari bilan orqalari bilan qilib qo'yilgan. Yoniga qilinganda birato'lasi parokka zina ham qilib ketilgan. Redline diski, 4 ta yangi balon. Xo'sh, yashil toza stiker qo'yilgan, oldida kameralar. Mashina umumiy holati zo'r holatda. Salonlar ham akkuratli, chiroyli turibdi. Yaxshi chexol, qo'lik, Android monitor, ruldan boshqa tizimlari, avtomat korobka, sidena abak riflarigacha bor mashinani. 13,5 dedingizmi? 13,5 ming narxi ham normal, 13 kraskalar top-toza. Xo'sh. 77lik 070 97 77 98lik 314 57 45. Yetishmovchilik baribir bo'lsa, taklif bo'lsa bildirsa bo'laveradi. Taklif bo'lsa, taklif bildirasizlar. Xo'p, Jetta. Hop. Bu ham zo'r shaharda rosa ko'paydi bu mashinalar ham, chunki bu mashinaning motori Volkswagen Germaniyani motori qo'yilgan. Motor juda ham zo'r, ham ekonomik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 4,5 ming bo'lgan bor yo'g'i, 4,5 ming kilometr bo'lgan ekan. Hop, 99lik 837 0080, 93lik 576 33 33. Hop. Mashina endi bu yoq hammasi stok holat turibdi, yo'q o'rnidan qo'yib qo'yishgan ekan. Klimat kontrollar bor, Android monitor, oldida ham ko'ryapsizlar, ya'ni haydovchiga ham elektronik tablo, ruldan boshqaruv tizimlari bor. Kenglik, kattaliklari yaxshi. Bu mashina o'zi ko'rinish jihatidan mashina katta, chiroyli, zo'r ko'rinadi. Narxi nima qilib beramiz buni? 18 mingga. 4,5 ming bo'lgan probegi. 4,5 ming bo'lgan probegi. 18 mingga. Telefon nomerlarini aytdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Taklifli bo'lsa, takliflarni ham bildiringlar. 99lik 837 0080. Hop, hozirgi bu qo'yadigan mashinamiz buni o'sha bilasizlar. Hozir ayni paytda ani tog'larga chiqib, sharshalarga chiqib olmadi, mana qora qiz qatlaga bo'lsa ham o'sha yerga yurib beradigan mashinalardan bittasi. Bu yo'l tanlamaydigan mashina. Trailblazer
Hop, ishlab chiqarilgan yili 20-yil, 2020. hop 3.6 motor, 3.6 полный motor. привид. Aha. Kraskasi Krilo, arqa eshik, ilk arqa krilosiga bu. ha, 3 detalda bor Ha, kraska. uchta detal. Pulichi, pulni nima qilib beramiz aka? Puli 20 ming so'rayapti. Sal kelishtirib beramiz. Sal kelishtirganda qancha? 19 dan beriga bitadimi? Yo, 19,5 bo'lishi. 19,5 mingga. Hop. Benzinda mashina. Benzinda Benzin mashina. rasxodlar qanaqa o'zi bo'ladi? 13 ta, 14 ta. yurishga 15 bog'liq tagacha. bo'ladi. Ha, Temir yurishga. yog'i yurishga qarab o'zgaradi. Lekin bu mashinalar sinovdan zo'r o'tib oladi. Shunday. Mana shu tog'larga chiqib yurganlarni ko'rganlar o'zi bu mashinani tushunishdi. Nimaligini Sosteniyasi bilishdi. zo'r, korobka, motor zo'r. Hadovoy balonlar yangi. Orqada ham sizlarda? Ha, orqadagisi. Hop, unisi Unisi ham 2020-yil, 89 ming yurgan. Kraskasi top toza. Mhm. 23,5 ming so'rayapmiz. bunga o'sha offroad balonlargacha Ha. tayyor qilingan ekan. 600 dollarlik balonlarga qo'yilgan. 600 dollarlik Offroad balon. balonlarga turibdi, bemalol tayyor ekan. Shunda olib turib chiqib led ketib faralari ekan. bu 400 dollarlik. Xarajat qilingan mashina. Ha. Telefon nomerimiz 94lik. 373 0088. yetishmovchilik bartarli bo'ladigan bo'lsa, taklif bo'lsa bildirsa bo'ladi. Ha, kelishamiz. Bozori bersin, barakasini bersin. Hamyonbobdan bu nima deysiz? Hali u nariga orqada turgan tozasi offroadga chiqmagan, shahar ichida yurgan faqat. Shunaqa u shahar ichida yurgan ekan faqat. O'zini radnoy. O'zini radnoy 4 ta balonni ham qo'shib berasiz. O'sha pul ichida ketadi. Ha, To'g'rimi? shunday. Kelishilingan pul ichida alohida hisoblamaysizlar. Shunday. Bozori bersin, barakasini bersin, Alloh hammaga nasib qilsin. Hamyonbobdan ko'rib keldim siz, kitkalarni chiroyli qilib, narxlarni kelishtirib berasizlar. Ikkovi ham Bozor bir-biridan bersin. zo'r mashina. Barakasini bersin. 14 ga. Bering baraka aka 14 ga. Bering. Ay, shuncha aytayotgan pulingizdan aka, shuncha. Olib, minuchiga aka, maza qilib haydasiz. Minuchiga aka 14 ga bering, maza qilib haydasin aka. Balandroq turibdi tirikchiligiga. Hop 14 yarimdan qancha o'tasiz? O'tadiganingizni ayting. 100 o'taman. 14400, 14300 ga ham berasiz deb. Yo'q, yo'q, yo'q. Baribir notarius patarius nimadir qilib ketadi. 14300 ga hop deb qo'yib yuboramiz aka. 14300 ga. Hop. Savdoga kelgan mashinamiz, Captiva mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan 166 ming bo'lgan probegi. Tonirovkalar, balon holatlari hamma yog'i yangi mashinalar, holati yaxshi holatda turibdi. Aka 15 ming bo'lsa beraman dedilar, savdo qilib gaplashib 13300 ga tushurdikmi? 14300 ga tushirdik. Narxini 18-yil bu. Hop, tepada Luk, Kojini salon bilasizlar endi Captiva haydayman deganlar hammasini bilishadi. Hop, 3 qator 7 o'rindiqli mashinalardan bittasi. Orqadan ham ochilib, orqadan ham juda zo'r, akkuratni turgan ekan. 3 qator mana 7 o'rindiqli oilaviy mashina so'raganlar uchun 14300 ga. 2018-yil 166 ming probeg. Kamkostlarni yana o'zlaridan so'rab bilib olaverasizlar, lekin yiliga puli yaxshi. 99lik 791 0055, 94lik 373 0088. Bozori bersin, barakasini bersin. Layklarni bosib qo'yamiz. Optoda oson bo'lmayapti, lekin duoda eslab qo'yasizlar. Jamoa bilan esli duo qilib turmanglar. Biz ham kadr oldidamiz. Lekin kadr ortidagi okamizdan hozir ko'rsatadigan bo'lsa, ushlayverib shunda tellab suv bo'lib ketganlar o'zlari ham. Duoda eslab qo'yasizlar. Hop, Kia Sportage so'raganlarga, 2,5 ming eng fuli ekan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Qancha bo'lgan probegi buni? Probegi 100 ming. 100 ming bo'lgan probegi. Hop, bitta bagajda pitno bor ekan. Qolgan joylarni bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. 360 kalit kirish tizimlari, panorama, lyuk. Hop, shu 2,5 ming puli bo'lyapti etishlari bo'yicha. Salon holatlari ham yo'q, zo'r ideal holat turibdi. Ponni ko'jinsan, elektropaket, start, stop, abduf, abagrif, rullagacha bor ko'ryapsizlar, isitish. Oldi ham bu yoq yarmigacha kelgan ruldan multirul, tepa panorama, qora bo'lib turibdi. Tayyor, olib bir xil qoraga bo'yattiradi o'zi. Bu tayyor qora o'zi. Hop, bitta bagajda pitno'dalar qolgan joylar bemalol ko'rib olaverasizlar. Kia Sportage. Bu zapaskalar tushmagan hali. Buni propani bormi shunda? Propan ham bor ekan qo'shimchasiga. Nech pul qilib beramiz buni pulni? Kelishamiz. Nech puldan kelishamiz? 200 ga beramiz. 24200 ga. 24200 ga bola kanikullarga endi adamlarga chiqib qarashaman deb o'zi zo'r bola, baraka topsin. Telefon nomerimiz? 93lik 541 90 90.
Bozori bersin, barakasini bersin bolam. Savqinga to'la qol. Hop. Alloh hammaga nasib qilsin. Kia Sportage bizda hozir rosa ommalashib. Zo'r, ko'chada yursam rosa ko'p ko'ryapmiz. Yaxshi ketyapti shu mashinalarga. Telefon nomerini aytib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Probegi zo'rligi mana shu mashinaning narxini ham so'raganim yo'q. Hop, 2023 kuzov 24 olingan mashina bizda 5000 bo'lgan ekan probegi. Eng fulli, mana 2,5 yil eng fulli bo'lyapti. Xo'sh, panorama luk 360, Abduf Abagrif, kalit kirish tizimlari, rul Abagrif, hamma narsasi bor. Mashinani 5000 bo'lgan probegi. Hidi kelib turibdi hali ichida. Hammaga nasib qilsin. Mana ko'ryapsizlar, bu klimat kontrol. Hop, besprovодной zaryadka, hamma narsa bor mashinada. 5000 probegi. Zo'r ekan. Xudoga eslab qo'yasizlar, hammaga nasib qilsin. Obunachilarimizdan eng kamida shunaqa mashinalardan haydasa, hop, mana zavodskiy shtorkasi tortib qo'yib qo'ysa, bemalol ustiga ham narsa qo'yib ketaveradi. Hop, teraklarni bitib ko'raylik. Vav. Keyingi mashina baribir yangi mashina. Alloh hammamizga nasib qilsin. Eng kamida shunaqa mashinalar haydaylik. Necha pul qilib beramiz buni pulini? 35 ming so'ralyapti. Savdosi bor tepasiga kelganmiz. Telefon nomerimizni 77lik 177 02 75. bozori bersin, barakasini bersin. Sog' bo'l, salom. Hop. Germanlarning eng zo'r mashinalaridan bittasi Volkswagen Touareg. Hop. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 134 ming bo'lgan mashinani kraskalari toza ekan. 14 ming so'rashayotgan ekan. Savdosi bor tepasiga keladigan bo'lsa, savdosini qilib beramiz deyishdi. Hop, qarang, aybini ko'rganim mana shu banfilda qilingan joy. Ko'rdingmi? Bu yoqlar kraskalar toza ekan, tagida mana bunaqa paroklar, salon holatlarini bitta ko'ramiz. Hop, ochib yuborsa bo'ladimi aka? Eshik qulf ekan, nariyoqqa qarab ketdilar, eshitmadilar. Ha, bu yoqdan ekan mana. Hop, kojniy salon. Sizlarga ham polni elektropaket bo'lyapti. Salon holatlari hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. 14 ming savdosi bor tepasiga kelinsa, savdosini qilib beramiz deb aytdilar. Telefon nomeri aytib yuboramiz bitta. 88 641 08 98. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Salonning orqa tomonini ham olinmadi, qolib ketib qoldi. Mana keyinlikni ko'rsatib yuborsa, bu yo'llar taxtada ishlangan. 2008-yilgi bu navorotlar juda ham zo'r-da, navorotlar. Masa qilib yurgan odam avtomat korobka bo'lyapti. Klimat kontrollar, hamma narsa bor mashinada. 212 klimat kontroli bo'lyapti. Klimat kontrollar ham konditsionerli ishlab turibdi. Cho'tkimi uzday bo'lib turibdi. 134 ming probeg. 14 ming savdosi bor, ya'ni tepasiga keladigan bo'lsa. Telefon nomerlarini aytib, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hyundai Creta adashib ketdim. Creta o'sha suv bizga ham ta'sir qilyapti, o'sha charchadi odam. Mana buni yechadigan bo'lsa, ichi suv bo'lib ketdi o'sha. Hop. Hyundai Creta 2020-yil 85 ming probeg, kurovotiga mana qilib spoilerlar qilib, mana bu zinani ham qilib qo'yilgan, kolon diskalar, balon holatlari, o'rta holatda, tepa tomni ham mana qora qilib qo'yishgan ekan. Hop, mashina umumiy holati yaxshi holatda. Bitta oldi 10 tomon kriloda kraska bor ekan, qolgan joylar bemalol tekshirib olaverasizlar. To'g'ridan-to'g'ri egadan. Xo'sh, bu egalarida ikkita mashinalari bor edi, bitta qoralari bor edi. 2 hafta oldin qo'ygan edi. U qora sotilgan. Endi bu oqi ham olib chiqibdilar. Xo'sh, buni eslaysizlar, o'zingizlar kommentariyalarda ham yozgan edinglar. Assalomu alaykum. Kommentariyada ham yozishgan edi, siz bilan o'tgan safar qorani qo'ygan edi, kommentariyada ham yozishgan edi. Gapi zo'r, lekin o'zbekchani cho'tki gapirib qo'yapti. Telefon nomerlarini ham aytib beryapti-yu, sonlagacha deb gapirishgan edi. Hop, bu ham o'zinglarniki. Да, это на нас оформлена машина, наша машина. Hop. Машина 20-й год. Почти вся в родном окрасе. Переднее правое крыло, маленькое пятно есть. А, пятно. Ходовая новая, все поменено. Моторные подушки новые, полностью все стабилизаторы, наконечники. Все недавно сделали, ходовую идеально. Кондиционер работает, все стеклоподъемники, камера заднего вида, передняя, подогрев сидений. 20-й год. Хорошая машина. Она полностью вся в обвесах. И диски тоже другие. Диски кованые, да, стоят новые. Обвесы, пороги, задние пороги. Ну, посмотрите, сзади. 13 900
13 900 цена. Aha, это стартовый цена. Ну, это Ну, торговый на есть. базаре мы просим 14, первый раз выгнали, в продажу вышла она. 13 900 хотим отдать. Клиент придет, последнее слово за клиент. Da, kapoti Немножко, qo'ydikda, да. kapoti ustida so'ri bo'ladi. Покажи капот, Eshityapsizlar? пожалуйста. Hop. Necha ming yurganda olgansizlar sizlar? Саксон, вещь. Yo'q. Вы новый взяли это? На Нет, салон? нет, уже... Во вторую руку, да? Нет, 2-3 владельца есть. Я, наверное, может, либо второй, либо третий. Hop, 1.6 atmosferniy 1.6 motor. атмосферник, да. Hop, benzin ham tanlamaydi. Zo'r eshik motorlardan bittasi. Masalan, yuraversa bu motorni. Багажник откроется, посмотрите. Bagajniklar ham ko'rsatib yuboramiz. Okam Камеры заднего вида и здесь стоят, и спереди. Вот. bunchalik Вот ko'p салон. obzor qilmaganmiz mashinani, lekin sizniki shunaqa ketyapti. Xo'sh. Men orqada ham dugalar ko'rsatildi. Mana orqa zapaskalar hamma narsasi bor. 13900 so'rayaptilar. Startli narx tepasiga keladigan bo'lsanglar, sodasi bor. Xayr baraka ko'taradigan joylari bo'ladi. Telefon nomerimizni? 70 70 kod, Aha. 990 tur, 97 99. Bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salqinroqda tur, ustida ehtiyot bo'l. Biz qo'ldan kelgancha narxni o'g'irlab bilib berishga, chiqarib berishga harakat qildik. Biz mehnatimiz samarasini har doimgidek layklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olamiz. Safarga, musofirga ketganlar eson-omon, sog'-salomat oila bag'riga kelib olsin. Vatanimizga, yurtimizga kelib olsin. Tinch yurtimizga ko'z tegmasin. Xalqimiz boy bo'lsin. Sotiladigan netijimiz uy-joylar bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatilgan nomerga qo'ng'iroq qilinglar. Instagram, Telegram, YouTube'larga qo'ldan kelgancha joylar beraveramiz. Joy ham yetganmiz. Chilonzor 9-kvartira sotiladigan mashinalarimiz olib keldik. YouTube kanalimizni ko'rib kuzatayotganlar, akalarimiz, ukalarimiz, obunachilarimiz Instagramga, Telegramga o'tib olinglar. Telegramda zo'r narxlarda mashina qo'yilyapti. Minadigan odamga, egasiga yetib borsa, biz yana ham xursand bo'lamiz. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Duolarda eslab qo'yasizlar. Alloh har bir kunimizga xayr baraka yog'dirsin, hamyonga baraka bersin.